Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Menga ozishda berilayotgan savollarga javob rubrikasini davom ettirar ekanman. Ozishda tuzlamalar mumkinmi? Qurt yeyish mumkinmi? Snake'lar mumkinmi? O'zi ozayotganda nima narsalar mumkin va mumkin emas deydigan savollarga javob bermoqchiman. Shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytaman, ozayotganimda ratsionimdan nimalarni olib tashladim. Oshqozonimga og'irlik qilmasin deb xamirli ovqatlarni olib tashladim. Xamirdan tayyorlangan, voy bu xamirlimi, voy bu oq nondan-ku, voy bu qora nondan-ku yoki qora xamirdan-ku deydigan narsalarni, miyamda ortiqcha savol-javoblarni yig'ishtirib olib tashladim. Shunchaki xamirli ovqatlarni yemayapman hozircha. Ya'ni mana bugun 26-kuni bo'lsa, ozayotganimni 26 kundan beri xamirli ovqatni umuman yemadim. Ehtiyojim ham bo'lmadi, chunki qo'shimchasiga vitaminlar ichayotganim sabab deb o'ylayman va suv ichyapman degan fikrim yo'q emas. Oldingi videolarimda aytganimdek, qizlar yolg'on chaqiruv miyada bo'lishi mumkin, ya'ni suv ichyapman, suv ya'ni qornim ochdi deb o'ylashinglar mumkin, aslida bu suv ichishinglar, ya'ni chanqagan bo'lishinglar mumkin deb oldingi videolarimda qo'ygan edim. Hop, temadan uzoqlashmaymiz. Gazli ichimliklarni umuman ichmayapman. Shirin gazli ichimliklarni umuman ichmayapman. Hop, обычный gazirovka suvlar, Toshkent suv, ya'ni mineralka, borжоми, chortoq mumkinmi deydigan qizlar uchun ham mumkin, faqat bir stakandan ko'p emas. Bir stakan bo'ldi. Boshqa stakan, masalan 2 stakan, 3 stakan, целый 1 litr ichish mumkin emas qizlar. Gaz baribir qornimizni ishiradi, ya'ni diskomfort bo'ladi va o'z nomi bilan gazirovka. Shuning uchun bir stakandan ko'p mumkin emas, ya'ni bitta o'tirishda bir stakan emas, целый bir kun uchun bir stakandan ko'p mumkin emas. Va chipslar, qayta ishlangan mahsulotlar, ya'ni chipslar, anaqa kukuruzlar, shirin pechenkalar, shunaqa narsalarni umuman yemayapman. Va kolbasalar, chunki ya'ni kolbasa deganda именно kolbasani o'zi. Masalan, kolbasa trans jir hisoblanadi, ya'ni trans yog' hisoblanadi. Tanada juda ham uzoq vaqt saqlanib qoladi. Ketqizish juda ham qiyin, juda ham qiynalasiz. Yeyishga yeb olasiz, lekin uni sarflayotganda juda ham qiynalasiz. Shuning uchun kolbasa yemaslikka harakat qilaman. Lekin qazi, tabiiy preslangan go'shtlar mumkin qizlar. Kolbasa bilan, sosiskalar bilan haqiqiy bu tabiiy go'shtlarni, preslangan go'shtlarni farqlash kerak qizlar. Mana shu 3 ta narsani mutlaqo yemayapman va yana oq undan nonlar yemayapman. Lekin qizlar, men sizlarga buni cheklamayman. Nimagaki ertalab iloji bo'lsa javdar uniga qilingan o'zimizni nonlarimiz bo'ladi-yu, javdar unli nonlar. Bizda nima deyiladi bu? Mana bunaqa ichi preslangan Samarqand nonga o'xshagan non sotishadi, ana shunaqa javdar nonlarni bir kusokini ertalab yeb, qaymoq bilan bemalol yeyman. Lekin o'zimni aldamaslikka harakat qilaman. Qora non deyman, lekin qora nonni ham kam miqdorda ertalab 2 kusok yeyishga harakat qilaman. Agar ertalab zavtrак qilmay obeddan boshlayotgan bo'lsam, kunni o'sha obedda 2 kusokdan ko'pi mumkin emas. Keyin yana bitta nyuans borki, qiz qora nonni olayotganinglarda ham sostaviga qaranglar, chunki bir xil nonlar qora nonni ishlab chiqarishadi, lekin ichida sostavida shakari bo'ladi, drojasi bo'ladi. Men iloji bo'lsa ustida yashil lentaligidan olyapman. Preslangan bo'ladi qora non, ichida shakari bo'lmaydi, ya'ni droja, ya'ni xamir turish bo'lmaydi. Keyin yaqinda bitta yana Instagramda ko'rib qoldim, lekin o'zim olib ko'rmadim. 365 mahsulotlarni bilasizlar, korzinkada sotiladi. O'sha именно korzinkani ichida 365 nomi bilan sotiladigan unda bitta sportsmen maslahat berdilar. O'shani именно 365 qora nonida uglevodlari yaxshi ekan, hech qanaqa anaqasi yo'q ekan, zarari yo'q ekan deb aytdilar. Lekin mana buni ham me'yori bo'lishi kerak. Me'yorda gap katta. Keyin
ko'p marta aytaman, qizlar o'zimizni cheklamaymiz. Nimaga cheklamaymiz? Chunki biz umrimizni oxirigacha qaysidir narsani yo'q, men buni yemayman deb yasholmaymiz. Chunki o'tbetlarga boramiz, o'tirishlarga boramiz, mehmondorchiliklarga boramiz, uyimizda yig'inlar qilamiz. Ana o'shanda baribir bu narsalar dasturxon ustiga qo'yiladi, yegimiz keladi, bo'lsa bo'lmasa baribir, xoh bo'lsin bo'lmasin. Shuning uchun hammasini me'yorida. Yana yozayotganimda mayonezli, kaloriyasi baland bo'lgan mayonezlar, ketchuplar, keyin sous, chili shunaqa narsalarni yemaslikka harakat qilaman. Yana aytganimdek, oldingi videolarimda ham aytdim. Qayta ishlab chiqarilgan narsalar, qish uchun bankaga yopilgan konservali narsalar, ikralar, keyin yana nima? Ikra, hop, nima edi? Achishuvlarni yemaslikka harakat qilaman va eng muhimi shirin narsalarni вообще anaqa ratsionimdan chiqarib tashlaganman. To'g'ri ovqatlanishdaman, to'g'ri, lekin bu уже individual, chunki men o'zim shirinlikni yoqtirmayman, qizlar. Shirinlikni sevmayman, shuning uchun shirinlikka unchalik tortavermaydi. Shirinlik yegim kelib, ko'rganimda shirinlik yegim kelib qolavermaydi. Shuning uchun, lekin redki qachonki hayz kunlari bo'lsa, mani o'zim ham shokolad yegim keladi. Shu paytda отказ qilmasdan shokolad yeyishga harakat qilaman. Faqat shunda ham shokoladni kunni birinchi yarmida ertalab yoki obed yeyishga yotishdan oldin yoki o'sha kechki payt soat 6gacha ovqatlanamiz deyapman-ku. Soat 6gacha yemaslikka harakat qilyapman, chunki yotishdan oldin bunaqa yeyish yaxshi emas, shirinlik yeyish yaxshi emas. Lekin shunda ham qizlar, qaranglar, aytyapman, отказ qilmaymiz, shirinliklardan отказ qilmaymiz. Lekin отказ qilmaymiz deb turib, endi o'tirib, ho deb qo'liga tushib olib, talinkasini to'ldirib olib yeyish kerak emas. Va yana qizlar ko'rmaganlar bo'lsa ko'rsin, 3 mahallar ratsionda ovqatlanamiz deb aytyapman. Masalan, shirinlik yegim kelyapti, men juda ham shirinlik yegim kelib ketayotgan bo'lsa, men ertalab soat 8da ovqatlangan bo'lsam, hozir soat 11 bo'lsa, lekin men soat 1da obed qilmoqchi bo'lsam, hozir Bounty shokoladni ko'rib qolib, hozir olib yeyolmayman, qizlar, mumkin emas. Ya'ni soat 8da ovqatlandimmi, endi soat 1da ovqat yemoqchimanmi? Demakki, men soat 1 bo'lishini kutaman va soat 1da ovqatlanayotgan vaqtimda o'sha shirinlikni yeyman. Shunda ham birinchi очередda suv ichib olib, undan keyin nima yemoqchi bo'lsam yeyman, qizlar. Просто yegim kelib qoldi, menga mumkin ekan, men o'zimni cheklamayman deb soat 8da ovqat yedim, 11da shokolad yedim, 1da obed qildim, 3da yana nimadir yegim kelib qoldi degan narsa yo'q, qizlar. 3 mahalda o'sha nima yemoqchi bo'lsanglar, o'zinglarni to'g'ri tarelkalarga o'sha yemoqchi bo'lgan narsanglarni именно yeyiladigan paytda yig'amizda, ana o'shanda yeymiz, qizlar. Ana o'shanda xudo xohlasa foydali bo'ladi. Bitta o'tirganda ko'p qilib yeyish kerak emas deb ham 100 marta o'rgatyapman, qizlar. Yana bitta narsani tushuninglar-da, qizlar. Ko'p aytyapman-da, qizlar. Men aytyapman, 1 oyda deyapman 4 kilogacha vес tashlash bu normal desam, yana qizlar Instagramda lichkamga komola, men 1 oyda 3 kilocha vес tashladim, bo'ldi, tasholmadim. 5 kilocha tashladim, tasholmadim boshqa. Odamlar 10 kilo tashlayapti, 15 kilo tashlayapti. Qizlar, bitta narsani tushuninglar, qanchaki vес sekin ketsa, shunda sifatli ketayotgan bo'ladi. Ya'ni o'rtacha 1 oyda 4 kilo, 5 kilo vес sizda ketdimi, bu yaxshi ketyapti, sog'lom ozvossiz va qaytib vес yig'maydigan bo'lib ozvossizda sizlarga 100% kafolat bera olaman, qizlar. 1 oyda 10 kilo vес tashlab olib, hop, hamma narsadan отказ qilib, bo'ldi, hech narsa, shirinlik yemayman, shokolad yemayman, gazirovka ichmayman. Gazirovka o'zi вообще-da qizlar, umuman вообще ratsioninglardan olib tashlasangiz bo'ladi. Kimlardir tortadi baribir, lekin umuman foydasi yo'q. Xullas, hamma narsadan отказ qildinglar-da, keyin shu bilan 1 oyda 10 kilo, 12 kilo tashlab oldinglar, 2 oyda 20 kilo tashlab oldinglar. Keyin o'zinglarni vesinglarga, o'zinglarni mana pala-partish ratsioninglarga qaytasizlar-ku. 3 mahalli emas, pala-partish qachon esinglarga kelsa o'shanda. Keyin o'ylaysizlar, nima oshqozon сразу
yeyotgan narsalardan kaloriyani ko'paytirib nima vesga qolmaydi bo'lish. Organizmimiz bizadan ancha aqllida. Biz o'ylab og'zimizga chiqargunimizcha bizadan mukammal qilib yaratilganmiz deb bekorga aytilmaydi-ku. Biz juda mukammal qilib yaratilganmiz qizlar. Bizani aldab bo'lmaydi. Sizlar mana shunaqa hamma narsadan prям 100% отказ qilib, 100%, 100% отказ qilib, постоянный dietada, dieta qilib yashaganinglardan keyin o'shanda zirib bo'ladi, sizlar tashaverasizlar, buzaverasizlar, ana undan keyin ko'ringlar. Manda bo'lgan o'zimda, man 100% da hamma narsani отказ qilib ozganman. Keyin qizlar bo'ldi, dietani tashlaganimdan keyin hamma narsani sekin-sekin yeyish boshlaganimdan keyin men vesimni 2 marta 2 ga ko'paytirib, masalan 20 kilo tashlagan bo'lsam, yo'q 20 kilocha ko'p tashlamaganman, chunki katta vesda yurmaganman. 10 kilo tashlagan bo'lsam 20 kilo yiqqanman qizlar. Значит, sizlar masalan 20 kilo tashlasanglar 40 kilo yig'ib olishinglar fakt. Chunki bu tanamiz juda ham aqlli, ya'ni sizlar shuncha payt tanani stressda qiynab hech narsa yemasdan qiynadinglar va endi ovqat yeyishni boshlaganinglarda tana aytadiki, organizm deydi, yana oshqi, yana bizani tanamiz qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha qiyin vaziyat uchun, stressli vaziyat uchun, yana tanqislik bo'lmasligi uchun ovqatda davay deydi, mana shu yegan narsalardan yo'q qilib yig'amiz deydi. Yana undan keyin ko'rasizlar nima bo'lishini. Shuning uchun aytyapman qizlar, hamma narsa mumkin, lekin kategorически agar boshlanishida xudo xohlasa shirinliklardan отказ qilib turib, gazirovkalardan отказ qilib turib, suvni to'g'ri ichib turib, lekin 3 mahal ovqatlansanglar sekin ozasizlar, lekin ozasizlar. Ko'p mana bu yildan juda ham xursand bo'ldim. Aqlli insonlar, aql ishlaydigan insonlar yoki bo'lmasam auditoriya, Instagram auditoriya, YouTube auditoriyasi уже sifatli kontentni ajratadigan bo'ldiki, уже tez bir oyda 15 kilogacha ozasiz deydiganlarga anaqa qilishmayapti, ishonishmayapti. Ishonchli, mana sekin ozasiz, lekin ishonchli ozasiz deydigan insonlarga podpiska tashlashyapti. Shunaqa odamlarni kuzatishyapti, shunaqa odamlardan o'rganishyapti va yana ishonchli retseptlarni ko'rishyapti. Kimda nima ko'rsa, voy bunga qo'shib ichsa bunaqa bo'lar ekan, ozar ekan deb hamma narsani qilishmayapti. Bizani tanamiz biz uchun Alloh tomonidan omonat qilib berilgan qizlar. Omonatga xiyonat qilmaymiz. Tanamizni, jonimizni ozor chektirishga, ozor chekishga qo'ymaymiz. Stresslarsiz, asabiylisiz, hammasini joy-joyida, постепенно shoshmasdan rezultat srazi birinchi etajdan 10-chi etajga chiqa olamiz. Sekin chiqamiz va rezultatga xudo xohlasa. Va yana aytmoqchi bo'lganim, aytdim-ku, shirinliklarni отказ qilamiz dedim-ku. Keyin borachi уже shunaqa mana o'zingiz nafsingiz bilan kurashib, nafsingiz bilan kelishib, masalan bugun bo'ldi, shunaqa ham non yegingiz keldi, lekin aytdingiz yo'q, non yemayman bo'ldi dedingiz-ku, keyin shunaqa bo'ladi, bilasizmi? Bora mana o'zimdan o'tganini aytyapman. Borachi shunaqa qiynalib, nafsingiz bilan kurashib, vес tashlayotganingizgacha o'zingiz hozir mana shu narsani, yog'li narsani yesam, shuni yana shu yog'i yoqishim uchun qancha mehnat qilishim kerak, qancha kun taroziga qaraganimda ves qotib turadi, ketmaydi deysizda, o'zingiz to'g'ri ovqatlanishga sekin o'tasiz, sekin tushunasiz. Mana shu miyangiz bilan o'zingiz ongli ravishda shuni his qilib yo'liga tushib olasizda. Chunki mana bir oylik sizlarga oxirgi momentda, hozir kecha kunduzda his qilayotgan, yashayotgan optim bilan bo'lishyapman sizlarga. Va bora o'zimda shunaqa bo'ldi. Yaqinda sho'rva ichayotgan vaqtimda sho'rva yog'lida, qornim och, ichkim kelyapti. Suvni ichdimda, keyin suv ichganimdan keyin o'ylab qoldim. Voy dedim, hozir shuni yesam dedim, qancha kun yana taroziga qaraganimda dedim, ves ketmay turadi. Nimaga unaqa deb o'shandan sho'rvadan bemalol отказ qila oldimda qizlar. Shuning uchun xudo xolasa meni tushundinglar degan umiddaman.
Kanalimga obuna bo'linglar. Savollaringiz bo'lsa bemalol yozib qoldiringlar. Hamma savollariga javob berishga harakat qilaman va Xudo xohlasa bitta narsani tushunib olinglar. Muhimi ozish uchun emas, muhimi sog'lig'im uchun, chiroyli koja, ya'ni terim uchun, chiroyli ko'rinishim, yosh ko'rinishim uchun deb boshlasanglar, Xudo xohlasa desam ketadi qizlar va shunga yarasha tarozi sizlarni xursand qiladi. Rezultatga, o'zinglar xohlagan rezultatga постепенно erishasizlar. Sog' bo'linglar.